Dividend masalasiga keladigan bo'lsak, tadbirkorlarning ikkita toifasi bor. Birinchisi pulga umuman tegmaydigan, sotuvlar oshdi, foydasi bor, shodda pul turibdi, lekin pulga tegmaydi. Ikkinchisi hamma puli shodga kelishi bilan sirasiga yechib oladigan odamlar bor. Buni ikkalasi xato. Nimagaki bitta masalasi bor. O'zi biznesda qancha pul olish kerak? Чтобы biznesga muammo kelmasligi uchun, minusga kirib qolmasligi uchun. Bu narsa ko'p joyda o'rgatilmaydi. Shuning uchun bugun bitta полностью video qilib, shu narsani ko'rib o'tmoqchiman. Mavzuni boshlashimizdan oldin o'zimni tanishtirib o'tmoqchiman. Ismim Muhammad. Biz Afin platformasini qurib boramiz. Kompaniyalarning moliyasini yuritish, ularni analiz qilish, prognoz qilish bo'yicha, Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha eng yetuk va tushunarli platforma qurib boramiz. Bu mavzuni ochishimdan maqsad ko'p mijozlarimiz bilan gaplashayotganimizda, kazda qilayotganimizda ko'ramizki, ko'pincha kompaniyalar qancha pul yechib olishi mumkinligini bilishmaydi. Shuning uchun bugun jadvallar ko'rsatib o'taman, formulalar va foizlik bo'limlari bo'ladi. Shuning uchun skrinshot olishga tayyor turing. Maksimal foyda berishga harakat qilaman. Mavzuga qaytsak, eng katta yanglish nima? Ko'pincha tadbirkorlar o'zi maosh bilan dividendlarni farqiga bormaydi. O'zi ish haqqi, maosh tadbirkorda bo'lishi kerak, agarda u operatsion ishlardan hali chiqmagan bo'lsa. Qanaqadir direktor bo'lsa, operatsion direktor, sotuv bo'limi rahbari bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. U qanaqadir operatsion ishni bajaryaptimi o'sha odam, demak, unga ish haqqi yozilishi kerak. Nimaga desangiz, agar o'sha pozitsiyadan chiqaman desangiz, boshqa odamni qo'yishingiz kerak. Boshqa odamni qo'yish uchun siz pul to'lashingiz kerak. Agar shu narsani inobatga olmayotgan bo'lsangiz, sizda foyda oshib ketadi, chunki top menejer oyligi balandroq bo'ladi. Tabiiyki, misol uchun deylik 20 millionlik summani siz hisoblamayapsiz. O'ylaysizki, sizda foyda katta, lekin aslida o'sha 20 million so'mni har oy yechib oladigan bo'lsangiz, sizda kelib chiqadiki, aslida foyda unchalik katta emas. Ikkinchisi, tadbirkorlar dividendni yechib olishni bilmaydi. Dividend o'zi ish haqqiga taqqoslaydigan bo'lsangiz, qanaqa farqi borki, ish haqqini har oy to'lab borasiz, dividendni kvartal orasida. Dividend aynan foydadan kelib chiqqan ortiqcha summa hisoblanadi. Ko'p tadbirkorlar aslida shunaqa o'ylaydi. Hisobingizda 200 million so'm misol uchun bor. Demak, bir 80 millionni yechib olsam bo'ladi. Xarajatlardan olib tashlagan summasi shu qo'yapti misol uchun. Bu juda katta yanglishish bo'ladi. Nimagaki, xarajatlaringizdan tashqari mana bunaqa tablitsa bor. Nima ko'rinadi? Aslida sizda misol uchun 200 million so'm shotingizda bor. 80 million bu mijozlaringiz avansi, ya'ni kelajakdagi pullaringiz. 60 million so'm 2 hafta ichidagi to'lash kerak bo'lgan summalar, arendasi, soliqlar, boshqasi va 40 million so'm bu soliq zaxirasi. Bundan nima kelib chiqyaptiki, 200 million so'mdan 80 million chiqarib ololmaysiz. Aslida erkin pul bu yerda 20 million so'm xolos. Ya'ni bundan ko'proq olib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu mijozlar avansi, 2 haftalik to'lash kerak bo'lgan narsalar hisobga olinmaydi. Demak, sizda yaqin orada kassa uzilishi bo'ladi. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Dividend olishdan oldin 3 ta savol berishingiz kerak o'zingizga. Birinchisi, bu oyda sof foyda qancha bo'ldi? Aslida daromadda minus barcha xarajatlar qilasiz, o'sha sof foydasi chiqib keladi. Birinchisiga javob berdik. Ikkinchisi, kelgusi bir 30-45 kunlar ichida qanaqa to'lovlaringiz bor? Majburiy. O'sha kreditlar bo'lishi mumkin, maoshlar, soliqlar, boshqasi. Ya'ni bunga javobgarsiz to'lashingiz shart. Uchinchisi, biznesdagi rezerv bormi? Rezerv deganda o'sha qora kunlar uchun olib qo'yilgan summa. Agar shu 3 tasidan kamida bittasiga javob bera olmayotgan bo'lsangiz, lutf o'sha dividendlarni oldinga qo'yib turing. Buni birinchi hal qilish kerak. Har bitta savolga javob bera oladigan bo'lsangiz, o'sha dividendga o'tsak bo'ladi. Endi dividendlarni to'lashdan oldin 3 ta sharti bor. Bu ofitsial shartlar emas, bu o'zgarib turadigan shartlar, lekin shularni inobatga oladigan bo'lsangiz, risklaringiz ancha kamayadi. Jadvalni rasmga olishingizni maslahat qilaman. Birinchi shart ijobiy operatsion cash flow bo'lishi. Ya'ni siz cash flow bo'yicha plusga chiqishingiz kerak. 1 oylikmi, 3 oylik pokazatellar bo'yicha farqi yo'q, lekin shu narsa shart va bundan tashqari cash flow to'g'ri tuzilgan bo'lishi kerak. Nimagaki, ko'pincha o'sha cash flow hisobotlarida kelib chiqyaptiki, misol uchun kreditlar, investitsion pullarni noto'g'ri hisoblab qo'yishgan. Buni daromad qilib qo'yishgan. Aslida bu narsa noto'g'ri, bu qarz va o'shaning uchun mana shu operatsion cash flow plusga chiqib qolishi mumkin. Aslida bu narsa noto'g'ri bo'lsa, lutf bitta boshidan ko'rib chiqishingizni maslahat qilaman. Ikkinchisi, muddatda o'tgan majburiyatlar bo'lishi mumkin. Bu o'sha kreditlar, ta'minotchilar, maoshlar, boshqasi hammasini o'z vaqtida qoplab olsangiz, to'lovlarni qilib oladigan bo'lsangiz, keyin o'sha dividendlarga o'tganingizni yaxshi deb bilamiz. 3-qoida, 3-shart likvidlik buferi mavjudligi. Hisobingizda eng kamida 1-2 oylik xarajatlarni qoplashingiz uchun summa bo'lishi shart deb o'ylayman. O'sha qora kunlar xudo asrasin kelmasin, lekin bo'lib qoladigan bo'lsa, oylik xarajatingiz 150 million so'm bo'lsa, eng kamida 150 dan 300 million so'mgacha sizda tegilmaydigan summa bo'lsa, siz o'zingizni tinchroq his qilasiz. Tadbirkor sifatida, biznes top menejer sifatida. Keyingisi bizda o'sha dividendlarni hisoblash formulasi. Buni ham rasmga oling. Bu yerda o'sha foizli keltirilgan. Sof foydasi misol uchun davr bo'yicha 1 oylik, 3 oylik davr bo'yicha 100% chiqyapti. Siz обязательно hisoblashingiz kerak bo'lgan narsa. Birinchisi,
soliqli va majburiy to'lovlar 5dan 15% gacha odatda chiqadi. Rezerv fondi o'sha qora kun uchun, kelajakni o'ylash uchun 10-15%, rivojlantirish investitsiya fondi 20-30%, likvidlik buferi 1 oylik xarajat eng kamida 10% va maksimal dividendlar shu narsani olib tashlaganingizdan keyin 35% dan 55% gacha bo'ladi. Buni yana chuqurlashtirib ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Shunda har bitta bo'lim bo'yicha soliqlar, rezerv boshqasi bo'yicha qanchalik foiz olib qo'yishingiz to'g'riligini ko'rsatib o'taman. Summa miqdorida ko'radigan bo'lsak, deylik sof foidangiz 100%, bu 200 million so'm chiqyapti. Shu foizlarni olib tashladingiz. Likvidlik buferi, rivojlantirish fondi, boshqasini hammasini yechib tashladingiz. Shunda dividend uchun sizda maksimum bo'lgan summa bu 45%, ya'ni 90 million so'm. Endi bitta qiziq joyiga keldik. Biznes bosqichidan kelib chiqib turib, 3 ta strategiya bor. Yangi ochilgan biznes bilan 10 yildan beri ishlab kelayotgan kompaniyalarning bu farqi katta. Shuning uchun etaplari, darajasi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Bularni ham rasmga olib borishingizni maslahat qilaman. Birinchisi kattaroq jadval ekan. 3 ta toifadagi biznes olganmiz. Yangi biznes 0 dan 2 yilgacha ishlab kelyapti. O'suvchan biznes 2 dan 5 yilgacha va yetuk biznes 5+. Shunda dividendlar foizi shunaqa taqsimlangan. Va har bittasi bo'yicha qachon degan savol bor. Agar endi boshlagan biznes bo'lsangiz, faqat yillik natijalar, ya'ni yillar oxirida chiqarib olganingiz yaxshi. Nimaga desangiz, baribir endi boshlagan biznes ozgina immuniteti pastroq bo'ladi. Kutilmagan qanaqadir moliyaviy zarbalar bo'lib qoladigan bo'lsa, lutchi summani ushlab turing. O'zingiz uchun oylik to'lasangiz mayli, lekin o'sha dividendlarning summasini ushlab turganingiz yaxshi. O'suvchi biznes o'sha har kvartal, ya'ni 3 oy yoki 6 oyda yechib olishingiz va o'sha yetuk biznes uchun har oy yoki o'sha kvartalda yechib olishingiz mumkin. Yana bitta tizim bor. Fond bo'yicha. Men buni chelaklar deb atayman, ba'zi finansistlar boshqacha deydi. Pulni o'zi 4 ta chelakga bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha sal stabilniroq bo'ladi moliyalar. Ya'ni bitta rasmga olishingiz kerak bo'lgan narsa, birinchi chelak qora kunlar uchun mo'ljallangan, maqsadi aytilgandek kutilmagan xarajatlar, inqiroz, bozor pasayishi, shu narsalar uchun ushlanadigan summa bo'ladi. Chegara desangiz, ya'ni qachongacha bu narsani to'plab yurishingiz kerak. Eng kamida 2-3 oylik operatsion xarajatlaringizni qoplaydigan summa bo'lishi kerak. Shundan keyin o'sha bu narsani prosta summa qilib ushlab turasiz. Bu narsa tegilmaydi. Kerak bo'lganda o'sha risklar yoki qanaqadir xatoliklar, o'sha aytilgandek bozor pasayishi bo'lsa, o'shanda ishlatsangiz bo'ladi. Ulushi, ya'ni bu narsani qanaqa to'plab borishingiz kerak desangiz, har oydan o'sha har oy kelib chiqqan foydadan 10-15% dan olib boring. 2-3 oylik operatsion xarajatni yopish uchun summa chiqdimi, bo'ldi, o'sha to'xtatsangiz bo'ladi. O'sha 10-15% o'sha sizga ketadi. Ikkinchi chelak rivojlantirish uchun investitsiya fondi. Nimaga kerak desangiz, o'sha agar ishlab chiqarish bo'lsa, uskunalar, agar boshqa formadagi bizneslar bo'ladigan bo'lsa, xodimlarni masshtabирование uchun, boshqa narsa uchun ishlatsangiz bo'ladi. Bu summani qoidasi yil boshida aniqlab olishingiz kerak. Bu summani nimaga ishlataman? Shunda sizga osonroq bo'ladi. O'sha rejalashtirib olganingizga har xil narsaga fokusingizni ajratmaslik uchun. Muhim narsa bu xohlaganini sarflaydigan narsa emas, aytilgandek aniq narsa uchun ishlatiladigan mablag'. O'sha ulushi bu 20-35%. Uchinchi chelak bu operatsion bufer. Ya'ni kassa uzilishlari, qanaqadir xatoliklarni oldini olish uchun kerak bo'ladigan summa. Qoidasi nimaki? Hisobingizda eng kamida o'sha 1 oylik xarajat yopish mumkin bo'lgan summasi bo'lishi kerak. Bu nimaga kerak desangiz, o'sha kassa uzilishlarda odatda kreditovaniya boshlanadi, boshqa kompaniyalardan, banklardan kredit olish boshlanadi yoki investitsiya olish boshlanadi. Bu juda qimmat biznes uchun pul bo'ladi. Agar mini kassa uzilish bo'ladigan bo'lsa, juda cho'zilib ketmaydigan kassa uzilishi bo'lsa, o'zingiz yig'ib boring, o'zingiz uchun kreditovaniya berasiz. O'shanda ulushi 8 dan 12% gacha bo'ladi. O'sha yig'ib boradigan summangiz. 4-chili dividendlar fondi, ya'ni mulkdor fondi. Maqsadi siz uchun risk va kapital uchun mukofot. O'zingiz uchun yig'ib borasiz. Qoidasi nimaki? O'sha oyda yig'iladigan, kvartalda yoki boshqa periodda yig'iladigan summani yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Muhimi, faqat shu fonddan dividend olinadi. Boshqa fondlar mana bular tegilmaydi. Ulush o'sha 25% dan 50% gacha yig'ib borishingiz mumkin bo'lgan summa hisoblanadi. Agar siz moliya haqida qayg'urayotgan bo'lsangiz, risklaringiz ko'p bo'lsa, kassa uzilishlari ko'p bo'layotgan bo'lsa yoki oldingi tizim yetmayotgan bo'lsa, Afin sizga zo'r yechim bo'lishi mumkin. Bu yerda sizda cash flow ma'lumotlari, tranzaksiyalar, balans ma'lumotlari bo'ladi va hamma shu ma'lumotlarni o'zingiz mexanicheski yuklashingiz kerak emas. Prosta bankovskiy выпискani bitta yukladingiz, hamma narsa joyiga keldi. Shu xarajatlar qayerga ketgani, qanaqa maqsadda ketgani, mijozlaringiz to'ladimi yo'qmi, kimda qarzlaringiz bor, hammasi shu yerda ko'rsatiladi va eng muhimi, sizni biznesingizni kelajagini ko'rsatib beradi. 1 haftalik, 1 oylik, 3 oylik, 6 va 12 oylik ma'lumotlarni ko'rsatib beradi va shundan kelib chiqib siz bemalol risklarni kamaytirib, biznesingizni o'stirishingiz mumkin bo'ladi. Afin sinab ko'rish uchun bepul,
xohlasangiz pastdagi havola orqali o'tasiz yokida Afin app degan havolani kiritganingizda bemalol o'rganib, sinab ko'rsangiz bo'ladi. Biz esa davom ettiramiz. 5 ta halokatlik xatoliklar. Bunga ko'p yo'l qo'yishadi, lekin bu narsani ko'rib chiqqaningiz sizga ancha o'sha xatoliklarni oldini olishga imkoniyat beradi. Birinchi xato bu hisobda pul bor, demay olsam bo'ladi. Boshida ham ko'rib chiqdik, bu narsa juda noto'g'ri. Nimagaki, hisobingizda misol uchun 500 million so'mlik pul bor. Sof foiza 80 million. Dividendga loyiqi 36 million faqat. Bu narsani tepadagi o'sha tablitsalardan kelib chiqib, o'zingiz taqqoslab, hisoblab chiqqaningizdan keyin, agar biznes yana yosh bo'ladigan bo'lsa, kompaniyangiz yosh bo'lsa, kamroq dividend olganingiz sizga ham yaxshi bo'ladi. Ikkinchi xato, tartibsiz va rejasiz chiqarib olishingiz. Agarda sizda reja bo'lmasa, qachon chiqarib olishingiz, qanaqa summa chiqarib olishingiz aniq ma'lumot bo'lmasa, bu katta noaniqliklarga keltirib chiqishi mumkin. Kerak bo'lganda olaman deydigan narsa bu juda katta xato hisoblanadi. Nimagaki, deylik, mana shu oy hammasi yaxshi, mana shu oy chiqarib olmadingiz, keyingi oy qanaqadir risk chiqib qoldi. Lekin sizga o'sha summa kerak. O'shanda ozgina nesostokovka bo'lib qoladi. Buni yechimi nima desangiz, dividendlar uchun aniq bir sana belgilab oling. 25-sanada aniq chiqarib olaman. yoki deylik kvartalnicha bo'ladigan bo'lsangiz, har 3-oy 25-sida chiqarib olaman. Uchinchi katta va juda ommabop xato bo'lyapti hozir. Shaxsiy va biznes pullaringizni aralashtirib yuborishingiz. Ko'p holatlarda endi boshlanayotganda tadbirkor o'zini pulini tikadi, bu investitsion pul hisoblanadi, lekin bu hisoblanmaydi. Kassaviy uzilish bo'lganda tadbirkor o'zini cho'ntagidan bu narsani qoplab beradi. Keyingi oylarda chiqarib olaman deb, lekin bu xato hisoblanadi. Nimagaki, qarzga oldim, qaytarib qo'yaman degani bu oxir-oqibat na biznes, na o'zingizni molingiz qanaqa holatdaligini bilmay qolasiz. Shuning uchun o'zingizni pulingizni, biznes pulini ajratib yuring, чтобы keyinchalik bunaqa masshtabирование xatoliklar bo'lmasligi uchun. 4-xatoyimiz kassa uzilishini o'zingizni dividendlaringiz bilan qoplashingiz. Nimaga bu xato deydigan bo'lsangiz, u dividend baribir foyda-yu deyishingiz mumkin. Lekin qoplaganingizda har xil pullar aralashib ketadi. Va ba'zi bizneslar bor, regularni kassa uzilishlari bo'lganligi uchun ular uchun norma bo'lib qoladi. Bu aslida norma emas holat. Misol uchun, kontragentlaringizga kechiktirib to'lashingiz yoki naborot, ular kechiktirib to'lashi bu doimiy kassaviy uzilishi holati bo'lib qoladi. Lekin prosta siz bunga o'rganib qolgansiz, qanaqadir mexanika orqali buni qoplab yuribsiz. Bu narsa noto'g'ri. Nimagaki, mana misol uchun asl muammo kassa uzilishi aytilgandek biznesda struktura muammosi. Qayerdadir xatolik ketyapti. Agar siz dividendlaringiz bilan yamab yuradigan bo'lsangiz, muammo o'zi ko'rinmas bo'lishi mumkin, lekin hal qilinmaydi. Keyinchalik masshtabирование bo'lganda o'zingiz dividendlaringiz yetmay qoladi. Shundan kelib chiqib turib, sizda yana ham kattaroq kassaviy uzilish bo'ladi. Unda o'sha kreditovание olasiz. Kredit bo'lganligi uchun foizi katta bo'ladi. Yana kassaviy uzilishga kirib boraverasiz. Shuning uchun 4-xatoga juda katta e'tibor beramiz. O'zingizni pulingiz bilan qoplamaymiz. Asl muammosiga borishimiz kerak. Nimaga bunaqa kassaviy uzilishlar bo'lyapti? 5-xato o'sish davrida juda ko'p chiqarib olish. Biznesingiz endi o'sayotgan bo'lsa, masshtabирование ketayotgan bo'lsa, o'sib borayotgan bo'lsangiz, yo'q, olmang. Imkon qadar o'sha dividendni ushlang ichida. O'zingizga bitta oylik yozib oling. Qancha summa bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha summada 1-2 yil yuring. Keyin o'sha biznes akrepnib chiqqandan keyin, o'zini immuniteti bo'lgandan keyin bo'ldi, bemalol chiqarib olishingiz mumkin. Hozircha olganingiz o'zingizni kelajakdagi o'sishingizga katta minus keltirib qo'yadi. Buni mana bunaqa grafikda tushuntirganman. Grafik emas, tseppochkada. Ko'proq foyda bo'ladi. O'sib borasiz. Misol uchun, o'tgan oy shuncha pul kelib chiqdi, bu oy yana 50% ga o'sdi. Bu degani ko'proq foyda, ko'proq dividend yechib olasiz, biznes kamroq investitsiya oladi. Oxir-oqibat o'sish sekinlashadi. O'sishi sekinlashgan kompaniyalarda katta bir tendensiya borki, rezko o'sib ketayotgan, tez o'sib ketayotgan kompaniyalar xodimlari drive'da bo'ladi, tezroq ishlayman, boshqa kattaroq natijalar qilaman deydi-da. Deylik, har oy 50% o'sib boryapsizda, bir oy уже 30%, 20% bo'lib ketadi. Xodimlaringiz bu narsani sezadi, motivatsiyasi bo'ladi, yana ham o'sish sekinlashadi. Videoni oxiriga yetib qoldik. Amaliy misol va rezyumega keladigan bo'lsak, mana misol uchun oylik tushimingiz 1 milliard so'm bo'ldi. O'zgaruvchan xarajatlar 600 million so'm yechib tashladingiz. Doimiy xarajatlaringiz yana 200 million, xo'p. Sof foidangiz 200 million so'm chiqyapti. Endi buni mana bunaqa tablitsaga bo'lib chiqishingizni maslahat qilaman. Chelaklar bo'yicha bo'ladi, foizlar va o'sha summasi. Imkon bo'lsa shuni rasmga oling. Sof foyda, rezerv fondi, rivojlanish fondi, likvidlik buferi. Shu narsalar, misol uchun, mana bu 3 ta foizni olib tashlaydigan bo'lsangiz, rezerv fondi misol uchun 24 million chiqib ketyapti, rivojlantirish fondi 50 million chiqib ketdi, likvidlik buferi yana 16 million chiqib ketdi. Demak, sizda 200 million so'mdan 90 million chiqib ketyapti. Mana shu kelajakdagi risklarni qoplash uchun. Sizda qolayotgan summa faqat 110 million so'm. Maksimal demak 55% olishingiz mumkin. Bundan ko'p oladigan bo'lsangiz, bu уже mana bu fondlarga o'tib ketasiz. Agar bundan kamroq oladigan bo'lsangiz, mumkin prosta o'sha дополнительный fondlarni qoplash uchun summa bo'ladi xolos. Yakunlaydigan bo'lsak, shu fondlarni yuritib borishingiz shart. Agarda biznesingiz immuniteti kuchliroq bo'lishini xohlasangiz va mayda xatoliklardan kelib chiqib turib, o'sha minusga kirib ketishingizni xohlamasangiz, buni yuritib borish uchun intizom kerak bo'ladi, ozgina vaqt kerak bo'ladi, lekin
yuritib borganingiz kelajakdagi o'sishingiz, mana shu biruniya uchun ancha katta foyda keltirishi mumkin.